Assalomu alaykum, qadrli Global Education obunachilari. Bugun IELTS natijalar podkastimizda yangi sonida turibmiz. Bugun bizda ikkita IELTS 7 natijani qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz Dildona va Azizbek. Assalomu alaykum. Dildona, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Dildona va men 15 yoshdaman. Global Educationda 2 oy o'qib, IELTS 7 natijasini qo'lga kiritdim. Azizbek, endi Assalomu alaykum. Hurmatli Global Education obunachilari. Meni ismim Normurodov Azizbek. Yoshim 20 da. IELTS 7 natijani qabul qildim, erishdim. Bu natijaga erishishga 18 oy vaqt sarfladim. Shu oralig'ida 4 oy Shohrux Jo'rayevni IELTS kurslarini bitirib, undan keyin ozgina shug'ullanib, keyin IELTS sertifikatiga erishdim. Rahmat kattakon. Bugungi podkastimiz avvalgilaridan farq qilmagan holda yana o'sha eng birinchi traditsion savolimiz bilan boshlanadi. Ya'ni ingliz tilini o'rganish jarayoni. Qachondan boshlagansiz? Qancha vaqt davomida, qayerlarda o'qidingiz va shu o'rganish davomida nimalar sizga qiyinchilik tug'dirdi, nimalarda o'rganish oson bo'ldi? Shular haqida qisqacha aytib bersangiz, Azizbek. 2021-yilda boshlaganman, ya'ni ingliz tilini noldan, endi grammatikasini o'rganishda 2021-yildan boshlaganman. O'zi asosan maqsad shu iqtisodiyot institutiga kirish edi. Asosiy blok matematika, ingliz tili bo'lgani uchun grammatikasini o'rganganman. O'sha vaqtda 1,5 yil vaqt sarflaganman o'sha grammatikani o'rganishga. Undan keyin ozgina multilevel imtihoniga qiziqib qolganman. Ya'ni institutga kirganman, ba'zi bir shaxsiy sabablarga ko'ra institutni tashlab ketishga majbur bo'lganman. Keyin multilevelda o'rganganman, ya'ni Navruz Xo'jayev ustozimiz bilan multilevel o'rganganman. Undan oldin grammatika ustozim Ma'suma ismli ustozim edi, ayol kishi edi. Ishqilib grammatikam yaxshi edi, baribir endi bu listening, reading, speaking, writinglar lekin umuman rivojlanmagandi. Keyin Navruz Xo'jayev bilan biz bir 6 oycha ishladik. Grammatika, so'z yodlash hammasi o'zi aralashmay keyin bir 3 oycha o'sha vaqt multilevelga tayyorlaning dedi. Ya'ni katta IELTSga kirishdan oldin bir multilevelga kirib, bayaqangiz yaxshiroq yana bir experience bo'ladi deb maslahat berishdi. U kishi ham o'zimiz qishloqdan bir 7,5 IELTS bor. Keyin o'sha kishidan maslahat olgandan keyin shu multilevel olishga qaror qildim. B2 olib chiqdim, mayda 20sida topshirdim. 2023-yil, yo'q, 24-yil mayda 20sida topshirdim. Multilevelga kirib B2 sertifikatiga erishdim. Undan keyin IELTSga qiziqish boshlandi. O'zimiz tomonda unaqa kurslar yo'q edi. Shunga internetdan yozdim, shu Global Education yaxshi bir variant bo'lib chiqadi, ya'ni rezultatlarini ko'rib bir havas qilib keyin keldim. Shu Shohrux Jo'rayevni kurslariga yozilib IELTS 4 oy o'qidik. Rahmat kattakon Azizbek. Endi Dildona, sizga o'tsak, o'zingiz ingliz tili o'rganishingiz haqida gapirib bersangiz. Men ingliz tilini 11 yoshimda boshlaganman. Birinchi boshlagan paytim Farg'onada bo'lganman va u yerda General English o'qiganman. Va keyin 9-sinfda biz Qashqadaryoga kelganmiz ko'chib. Bu yerda IELTSga tayyorlanishni boshladim va Global Educationga kelib 2 oy o'qidim. Bu yerda Shohrux Jo'rayevning kurslarida o'qidim va bu yerda support teacherlar va juda ham katta sharoitlar bor edi, ayniqsa CD IELTSga tayyorlanish uchun. Va mana shu 7 ga erishishim uchun juda ham ko'p sabab bo'lgan markaz shu Global Education bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Ana endi keyingi savolimizga o'tamiz. Bu hamma o'quvchilarimiz uchun menimcha qiziq bo'ladigan savol. Dildona, ayta olasizmi, mana ingliz tilini o'rganishda hozir ko'p yoshlarimiz qiynalishadi. Lug'at yodlashga yoki grammatika, основной speaking yoki writingga qiynalishadi. Ya'ni o'zlaridan mustaqil produce qilish hamada qiyin bo'ladi. Sizda shularni yaxshilash uchun qanaqa jarayon bo'lgan? Ya'ni nimalar qilib speakingni yaxshilagansiz? Mana IELTS imtihonida ham speakingda 7,5 natija qo'lga kiritgansiz. O'shalarni yaxshilash uchun nima ishlar qilgansiz? Birinchi o'rinda menda ham boshida juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan va men juda ham ko'p podkastlar eshitganman va ana shu podkastlarning orqasidan aksentimni yaxshilaganman va ularni orqasidan shadowing qilganman. Bu juda ham katta yordam bergan.
man appdan tayyorlanmaganman, chunki appdan tayyorlansangiz ham yoki shadowing qilib YouTube'dagi videolardan tayyorlansangiz ham menimcha bir xil natijaga erishasiz deb o'ylayman. Keyin ikkinchi o'rinda faqatgina nima o'ylasangiz ham yoki nima gapirsangiz ham o'zingizga o'zingiz ingliz tilida gapirishga harakat qilish kerak. Qanchalik qiynalsangiz ham yoki qanchalik xato ko'p bo'lsa ham, menimcha hech kim birdaniga katta rezultatga erishadi deb o'ylamayman. Aha, demak, doimiy Ravishda ingliz tilida. ravishda ingliz tilida o'ylab, fikrlab, gapirib yurish kerak. Shunday. Shunaqami? Rahmat kattakon Dildona. Ana endi Azizbek, sizga o'tsak, siz ham qanaqa qiyinchiliklarga uchradingiz va bolalarga aynan shunaqa qiyinchiliklardan chiqib ketish uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Asosiysi shu nimadir eshitib yurish kerak bo'sh vaqtda, agar listeningni oshirish bo'layotgan bo'lsa agar. Odatda men yo'ldami, qayerda bo'lsa ham shu quloqchinim bor edi, ya'ni podkast eshitib yurardim, ayniqsa shu 8 minut inglizlarni o'zimga yoqqan topiqlarda gapirgan bo'lsa juda ham berilib ketib eshitardim. Boshiga to'g'risi tushunarsizroq bo'lgan, ya'ni birinchi eshitishlarimda qanaqadir g'alati tuyulgan ekan. O'sha vaqt 5-6 marta eshitib tushunsam, hozir 1 marta eshitsam yetadi. Ya'ni asosiy g'oyasini ola olaman. Readingga kelayotgan bo'lsak, reading asosan o'zi vocabulary'ga asoslangan testga ko'rinadi xayolimga, ya'ni meni nazarimda. Chunki ko'p vocabulary, qanchalik ko'p vocabulary bilsangiz, qandaydir o'sha savolga javob topishingiz oshadi. Undan tashqari yana praktika ham qilish kerak, to'g'ri kitob ham o'qish kerak. O'sha vocabulary'ingiz ham agar yaxshiroq bo'lsa, ya'ni ko'proq javob topishingiz ehtimolingiz kattaroq bo'ladi. Writingga kelayotgan bo'lsak, men to'g'risi ko'p yozganman, ya'ni yozishga bayqayanman. Siz o'zingiz kanalingizda ham 2024-yilda bitta tayyorlagandingiz, ya'ni writing 2024-yilda tushgan savollarni tayyorlagandingiz. O'shani pashti hammasini ko'rib chiqaman. Bitta qolib ketmagan bo'lsa pashti karton ko'rib chiqaman. O'sha menimcha ozgina bir levelimni oshirib, bayqagan ozgina nima desam ekan, o'sha IELTSda requirementni to'ldirishga yordam bergan deb o'ylayman. Undan tashqari ham o'zim shu kun tartibda nima qilayotgan bo'lsam, o'shanga ham qiziqib yozganman, ya'ni bayqaman, kompyuterda ham yo paperda ham yozganman. Speaking kelayotgan bo'lsak, men o'z atrofdagi narsalarni bayqilganman, ya'ni tarjima qilib yozishga qiziqqanman, ya'ni nima bo'lsa shu o'zim ko'rgan, qo'lim ushlagan narsa bo'lsa o'shani tarjimasini qilib ingliz tilida qilishga qiziqqanman. Keyin undan tashqari appdagi savollarni ham ko'rib chiqaman, ya'ni bitta ikkita savol qolmagan bo'lsa hammasini ko'rganman deyarli. Aha. Rahmat kattakon. Ana endi keyingi savolimizga o'tamiz. Bu endi to'g'ridan to'g'ri IELTS imtihoni haqida. Xo'p, mana ko'p o'quvchilarimiz hozirgi kunda IELTS imtihonida o'sha paper imtihoni atmen bo'lgandan keyin, paper imtihonini o'sha bekor qilingandan keyin O'zbekistonda ko'p yoshlarimiz o'sha IELTS imtihonini topshirishdan butunlay voz kechishyapti. Ya'ni nima sababdan? Chunki kompyuterda tayyorgarlik ko'rishga sharoit yo'q yoki kompyuterda qanaqa tayyorgarlik ko'rishni bilishmaydi. Azizbek, aynan sizda shu bo'yicha boshida muammo bo'lgan, agar eslayman, imtihonda paperda registratsiya qilgandingiz siz bilan yozda, keyin imtihon bekor qilindi, paper imtihoni, va bekor qilingandan keyin siz mana iyul oyini oxiridan boshlab hisoblasak, avgust, sentyabr, oktyabrda ekzamen topshirgan bo'lsangiz, o'rtacha 2-2,5 oy mobaynida kompyuterda tayyorgarlik ko'rdingiz. Shu jarayonda siz mana shu kompyuter imtihoniga tayyorgarlik ko'rishda nimalar qildingiz? Ya'ni kompyuterga o'rganish qanchalik qiyin yoki oson deb o'ylaysiz? Bolalarga shu bo'yicha nima maslahat bera olasiz? O'zim shaxsan aytayotgan bo'lsam, menda yoshligimda, ya'ni hozir shu yoshimgacha, ya'ni bir typing skilli yo bo'lmasa kompyuterga qiziqish yo'q, o'zi umuman kompyuterim bo'lmagan desam ham bo'ladi, ya'ni bir qiziqish bo'lmagan, ya'ni kompyuterda ishlashga. Shu 2,5 oy ichida masalan qanday bir yangilik bo'lsa ham typing qilishga harakat qilganman, ya'ni shuncha yil o'qidim, ya'ni IELTS topshirishim kerak, boshqa imkoniyatim yo'q deb o'qidim, ya'ni asosan shu yozardim. Shu 2,5 oy davomida qilgan ishim listeningni oshirish uchun, ya'ni listeningda praktika qilish uchun Jump Into degan Google'da bir boyagi bor sayt bor, veb-sayt bor. O'shandan tayyorlandim asosan, u juda bir qulay boyagi ekan, ya'ni tayyorlanishingizga ham yaxshi, ya'ni bitta tochkasi bor, yo boya qilsangiz agar topolmagan javoblaringiz boyagi ko'rsatib beraman boshida. Juda bir yaxshi. Asosan o'sha 90% preparationim o'shanda bo'ldi, CDga o'tgandan keyin listening uchun.
reading uchun ham o'shanda bo'ldi, lekin writingga kelayotgan bo'lsak, boya aytgandek o'sha siz tayinlagan boyagini kanalingizdan oldimda ko'rib chiqdim, ya'ni bittalab ko'rib chiqdim. Bitta ikkita qolib ketmagan bo'lsa hammasini ko'rib chiqdim, ya'ni writingda o'shani yozib chiqdim, ko'rib kerak so'zlarini o'rgandim qo'limdan kelgancha. Speakingga kelayotgan bo'lsak, appda yangi tushgan savollar bo'ladi, oldingi savollar ham bo'ladi. O'shandan tayyorlanardim asosan. Shu seriyaga o'tgandan keyin ham xuddi shunday qildim. Yangi savollar tushdi, o'shalarni tayyorladim. Rahmat kattakon Azizbek. Ana endi Dildona sizga o'tadigan bo'lsak, aynan IELTS imtihoni uchun computing skills yoki keyboarding skills sizda qanaqa bo'lgan? Tayyorgarlikda sizga bu kompyuterdagi imtihonga tayyorgarlik ko'rish qanchalik qiyin bo'lgan yoki oson bo'lgan, shular haqida aytib bersangiz. Men uchun kompyuter bu yangilik bo'lmagan CDga o'tgandan keyin, chunki CDga o'tdi degani bu endi hayot tugadi degani emas deb o'ylayman. Paperda tayyor bo'lgan odam CDda ham bemalol o'sha xohlagan maqsad qo'ygan ballni olib chiqa oladi. Va typing uchun ko'proq shu ko'p programmalar bor. U yerda 1 minutda nechta so'z yozishingizni tezlashtirishingiz ham mumkin. Eng qulay bo'lgan tarafi reading bo'ladi. Ko'pincha shovqin bo'lmaydi, hali varaqlarni u yerga olib, savolini ko'rib, o'qib, kompyuterda bir tarafda tekst bo'lsa, bir tarafda savollar bo'lsa, juda ham qulay bo'lgan men uchun. Va typingda ham muammo bo'lmagani uchun, handwritingim ham xunuk bo'lgani uchun men uchun juda ham bu narsa qulay bo'lgan deb hisoblayman. Aha, rahmat kattakon. Ana endi yana bitta bizani kuzatuvchilarimizdan eng asosiy keladigan savollardan biri. IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rishda biz har xil materiallardan, har xil test materiallari, o'sha haqiqiy imtihon materiallaridan tayyorgarlik ko'ramiz. Mana shu tayyorgarlik jarayoningizda ishlagan materiallaringiz aynan haqiqiy imtihonda o'zi tushdimi yoki yo'qmi? Ishlaganlarim tushmadi, lekin men juda ham boshida hammadan so'rab chiqardim. Qanaqa test tushar ekan, biz hozir mockda ishlayotganimizdan osonmi yoki qiyinmi deb juda ko'p so'rardim va men mockda ishlayotganimiz haqiqiy deb o'ylamasdim. Xuddi shunday tushmaydi deb o'ylardim. Lekin testga kirgandan keyin mock qanday bo'lsa, test ham xuddi shunday jarayonda bo'lib o'tar ekan va men bunga amin bo'ldim. O'zingiz tayyorlangan materiallar, ayniqsa ustozingiz bergan materiallar eng ishonchlisi deb o'ylayman. Ular bilan tayyorlanib borsangiz, testga kirganda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Azizbek, ana endi sizga o'tadigan bo'lsa, mana kursda o'qidik, 4 oy davomida birga ishladik. O'sha kursda o'qigan, kursda ko'rgan materiallaringiz yoki mana bizda full mock imtihonlarda ham qatnashgansiz. O'sha full mocklarda tushgan materiallar qanchalik darajada haqiqiy imtihonga yaqin yoki haqiqiy imtihonda sizda tushdi? Haqiqiy imtihonga juda ham yaqin, ya'ni kim o'zi haqiqiy imtihondan olinadi-ku, bu resurslar hammasi. Bu yoqda ko'rgan narsalarim shu, qanaqa savol bo'lsa, misol uchun multiple choice bo'lsin, yo bo'lmasa gap filling bo'lsin, o'sha savol turlari keladi, ya'ni imtihonda ham o'shalar aralash bo'lib keladi. To'g'risi paper davrida har hafta kelardim, o'sha global educationga kelib, o'sha paperdan test kechardik, keyin domlamizda o'z bergan resurslari bor edi, ya'ni o'sha o'qib yurgan davrimizda bizaga o'zlarini listening uchun, reading uchun, writing uchun, speaking uchun o'zi kezdimi taklif qiluvdingiz. O'shani ham videolarini pastda ko'rib chiquvdim, ya'ni har xil topiklar boyagisida. Shu resurslari bir xil, ya'ni IELTS bilan bir xil, boyagisi yo'q. Aha, rahmat kattakon. Ana endi IELTS imtihoni jarayoni haqida gaplashsak, ya'ni haqiqiy IELTS imtihonini mana topshirayotgan vaqtingizda qanchalik darajada hayajon bo'ldi yoki bo'lmasa siz o'sha kutgan jarayonga qanchalik imtihonni jarayoni o'xshash bo'ldi? Ya'ni siz kutganchalik imtihon bo'ldimi yoki siz kutganingizdan yaxshi bo'ldimi yoki siz kutganingizdan yomon bo'ldimi? Experience qanday bo'ldi imtihonda? Imtihon atmosferasiga kelayotgan bo'lsak, to'g'risini aytsam, ya'ni o'zim kutgandek bo'lmadi. Ya'ni o'zim ko'rsangiz speakingda birinchi speaking topshirilgan bizada. O'shanda ozgina muammo bo'lib qoldi, ya'ni cue card ko'rsatishmadi. Men endi o'sha vaziyatda o'zi natural qabul qilganman, ya'ni bo'ldi, qolgan ikkita taskga o'xshab bilan bir xil, ya'ni kim ovozda aytdilar, men javob berishim kerak. Shunday o'zgarish bo'libdi deb qabul qilganman. O'sha vaqtda, ya'ni aslida o'zi chaqirishim kerak bo'lgan xodimlarni, lekin qilmaganman. Xo'p deb o'zi aslida u bergan topik
2 yil oldin terlinganman. Terlingan edim. Ya'ni bitta inson topik shu haqida ediki, ya'ni bitta insonni tasvirlab bering. U insonni siz birinchi ko'rganingizda uncha yaxshi ko'rmagansizda, keyin do'st bo'lib qolgansizda, degan savol tushdi menga. Keyin javob berdim, ya'ni o'zim bilgan so'zlar boshqa qilib javob berdim, lekin kuy kard yo bo'lmasa qandaydir kuy ishida boyagisi o'zi odatda chiqardi. Menda chiqmadi keyin. Lekin off topic gapirganim yo'q, chunki o'sha related haqida o'sha mavzuda gapirib berdim. Keyin bu yoqqa chiqqandan keyin hammasi yaxshi bo'ldimi dedi xodimlar. Yaxshi bo'ldi, prosta kuy kart yo'qib ketdi, nimadir bo'libdi dedimda. Keyin aytdi, yo'q dedi, nimaga endi bo'lishi mumkin emas, hammaga berilyapti-ku dedi. Keyin chaqirishingiz kerak deganda, yo'q, haydi chiqib jo'nadim. Keyin o'sha narsani unutishga harakat qildim, ya'ni baribir endi yaxshiroq chiqmaydi dedimda. Shunda davomki 6,5 soatda baribir undan ko'ra chiqishi mumkin edi, ehtimol. Chiqmaydi degan fikr bilan shu ertasi kuni 3 ta imtihonim turibdi, ya'ni writing, listening, reading turibdi endi. O'sha depressiyani o'chirib tashlashga harakat qilganman. Keyin yo'q, imkon boricha eslamaslikka harakat qilaman, yomon jarayon bo'ldi deb. O'sha asosiy imtihonda qanday bo'ldi? Asosiy imtihonda kutganingizdami? Asosiy imtihonda ozgina, menda spellingda ozgina muammo bo'lib qoldi, shuning uchun bir ikkita savollar o'tkazib yubordim. Yo boshqa balki writingga kelganda ozgina ovoz to'lib ketdi, ya'ni chaqirga hamma ishlayapti, ovoz to'lib ketdi. Birinchi marta experience bo'lishi men uchun. Oldinlari bo'lmagandi. Shu listening, reading asosan spellingda bir ikkita muammo bo'lib qoldi, bo'lmasa bundan ham yaxshiroq chiqishi mumkin edi. Uning uchun ham bir typing skillimni oshirishim kerak. Rahmat kattakon Azizbek. Ana endi Dildona, siz uchun imtihon experience qanday deb hisoblaysiz o'zingiz uchun? Yaxshi yoki yomon, qanday bizada bo'ladigan imtihon? Unchalik yomon emas, chunki speakingga kirganda men 2 marta retake qildim. Birinchisida background noise yonimdagi xonada yana bir ishtirokchi gapirayotgan edi. Ular juda ham baland gapirgani uchun examinerim stop qildilar videoni va shu administratorlarni chaqirdimda ikkinchi marta retake qildim. Birinchisida savollarni, bilgan savollarimni tushunatdi va men xursand bo'lib gapirayotgandim. Ikkinchisida examinerim umuman boshqa savollarni berdi. Tayyorlanmagan, bilmagan, juda ham qiyin savollarni berdi-da. Lekin men o'sha qo'limdan kelgancha gapirdim. Oxirgi part 3 ta savol berganda, endi gapiraman degan paytim o'sha vaqt tugadi deb aytishdi. Va men yaxshi ham vaqt tugadi dedim, chunki u savolga men javob topa olmagandim xayolimda. Keyin nima bo'lsa bo'ldi endi deb chiqdim, lekin ishondim. Main examga keladigan bo'lsa, vaqt juda ham tez o'tdi. Men kutganimdan tez o'tdi. Ayniqsa writing yozayotganimda oxirgi 2 sekund qolganda tugatdim. Ikkala task 1, task 2 ni ham. Va men maslahat beradigan narsam shu writing yoki reading qilayotganda ham naushnikni yechmaslik kerak. Yoningizdagi odam hech narsa eshitilmaydi, xuddiki bitta o'zingiz test ishlayotgandek tasavvur qilasiz o'zingizni. Keyin testdan oldin albatta mockga kirib chiqish kerak. Chunki imенно shu global educationda o'qiyotgan paytim ham o'sha xonada o'qiganim uchun menda umuman hayajon bo'lmadi hech qanday. Rahmat kattakon. Ana endi hamma uchun eng hayajonli bo'ladigan daqiqa, bu aynan sizlar uchun hayajonli bo'ladigan daqiqa, bu albatta IELTS imtihonini topshirgandan keyin natijani kutish vaqti. O'sha bir kun, hozir oldin paperda bo'lganda 13 kun kutilardi, bu juda ham hayajon bilan o'tardi 13 kun. Hozir endi 1 kun, 2 kunda javob chiqyapti. O'sha oldingiday intriga bo'lmayapti-yu, lekin shu 1 kun, 2 kun vaqtda o'tishi ham kandidatlar uchun juda qiyin bo'ladi. To'g'ri, men 1 kun, 2 kunda bilmayman, shu xuddiki 1-2 hafta o'tib ketgandek tasavvur qildim o'zimni va tezroq o'tsa-ku vaqt derdim. Ataylab telefonimni uyga tashlab ketdim, maktabga bormaslik uchun, vaqt tezroq o'tkazish uchun. Kelganimdan keyin shu javoblar chiqibdi. Javoblarni ochishda juda ham hayajon bo'ladi, kuchli hayajon bo'ladi. Agar kutgan natijam chiqmasa-chi yoki undan ancha past chiqib qolgan bo'lsa-chi, uydagilarga nima deyman degan hayajon ko'p bo'ladi. Lekin shu javobni ko'rgandan keyin qaniydir kutganimdan pastroq natija bo'ldi, lekin yaxshi natija deyishdi, ko'rganlar ham. Siz ham motivatsiya berdingiz va uydagilarimga ko'rsatdim. Uydagilarim ham, "Ha, mayli, yaxshi natija qilibsan, lekin kattaroq natija kutganmiz" deyishgandi. Xudo xolasa keyingi oylarda yana topshirib 8 ga chiqarishga harakat qilaman. Rahmat kattakon. Bu niyatlaringizda albatta omad tilaymiz. Keyingi imtihonlarda nasib bo'lsa 8, 8,5 natijalarga albatta erishasiz.
Rahmat kattakon Dildona. Ana endi Azizbek sizga o'tamiz. Azizbek, sizda mana shu ekzamenni topshirganingizdan keyin natija chiqqungacha bo'lgan vaqt oralig'i sizda qanday o'tgan? Siz nimalarni o'ylagansiz? Qanaqa hayajon, kutish qanday bo'lgan? Kutish o'zi 1 kundan 5 kungacha vaqt mobaynida chiqadi bu CDda IELTS javoblari. Menda 2 kundan keyin chiqqan, ya'ni SMS kelgan. SMSni ochib ko'rdim, ya'ni shu 7 chiqqan ekan. Ozgina kamroq, ya'ni men o'zim umid qilganimdan ko'ra ozgina kamroq chiqib qolgan ekan. Keyin ya'ni nima bo'lsa ham Xudoga shukr, shular yaxshiroq natija. Keyingi safarlar nasib bo'lsa yuqoriroq olishga harakat qilamiz. Aha. Rahmat kattakon. Ana endi suhbatimizni yakunlash oldidan bitta savol so'ramoqchiman. Hozirgi kundagi ingliz tilini o'rganayotgan, mana shu IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar uchun bitta eng muhim, siz muhim deb bilgan maslahat, ya'ni nima deb maslahat bera olasiz hozirgi yoshlarga? Meni maslahatim, bitta maslahat berayotgan bo'lsam, qaysi sectionga ishlayotgan bo'lsangiz, shu mehr berib ishlang. Ya'ni nima qilayotgan bo'lsangiz, reading qilasizmi, listening qilasizmi, writing qilasizmi, speaking qilasizmi, o'sha qilayotgan ishingizdan bir umid qilib, ya'ni shu narsa erta imtihonga kelib qolishi mumkin deb o'sha mehr berib ishlasangiz, nasib bo'lsa inshaalloh bu o'sha o'zingiz kutgan undan ham yuqoriroq natijaga erishish ehtimolingizz kattaroq bo'ladi. Shu mehr berib ishlash kerak. Rahmat kattakon Azizbek. Ana endi Dildona, sizda o'sha bizani kuzatayotgan, ko'rib borayotgan, yaqin kelajakda IELTS imtihonini topshirmoqchi bo'lgan yoshlarga bitta eng muhim maslahatingiz nima? Eng muhim maslahat aytmoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda yaxshi niyat qilish kerak, chin ko'ngildan xohlash kerak bu narsani va ozroq harakat qilish kerak. Ko'p emas, shu bir kunda hech bo'lmasa 3 soat yoki 4 soat ingliz tiliga bag'ishlash kerak, chunki hammamizga 24 soat berilgan. Endi uni qanday sarflash o'zimizga bog'liq deb o'ylayman. Qaysi yo'lga sarflash? Ko'pinchalar bu narsani telefonga yoki kitobga sarflashadi, lekin o'sha vaqt baribir o'tadi, nima qilishingizdan qat'iy nazar. Va consistency bo'lish kerak. Bir kun qilib, bir kun qilmasdan yursa bu natija bermaydi deb o'ylayman. Ozroq mehnat va yaxshi niyat bilan hammasi orzularingiz amalga oshadi deb o'ylayman. Aha, rahmat kattakon sizga Dildona, rahmat kattakon sizga Azizbek. Qadrli obunachilarimiz, bugungi IELTS podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi sonlarda uchrashguncha, xayr.